Hozirda Fan Detox'imiz aksiyada. Bu jigarni yordamchisi, ya'ni jigar tiklovchi mahsulot hisoblanadi. Bu BAT, ya'ni tabiiy qo'shimcha ovqat. Jigarni bu asosiy foydalari jigarni hujayralarini alkogol va dori vositalaridan, ya'ni noto'g'ri ovqatlanishlardan himoya qilib turadi, toksinlarni chiqarishga yordam beradi. Qondagi yog' almashinuvini yaxshilashga ko'maklashadi. Yana mana bosh og'riqlari bo'ladi. Mana odamlar bari ichadi, ichkilikdan keyin ertasi kungi pahmeliyalar deyiladi. O'sha pahmeliyaga ham juda zo'r yordam beradi. Teri holatini tiklaydi. Jigarni tozalaganingizda mana yuzdagi husnbuzarlar yo'qoladi. Bu 100% sinovdan o'tgan. Buni ichida xurmo, bo'rimish, mandarin po'stlag'i va grechik va soya bor. Xurmoni hamma biladi, tozalovchi xususiyati bor. Bo'rimish bu antioksidant hisoblanadi. Mandarin po'stlag'i bo'lsa moddalar almashinuvini tezlashtirsa, grechika va soya jigar hujayrasini himoya qilishga yordam beradi. Sizlarga ham tavsiya qilaman.